Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Ha, Yaxshimisizlar yigitlar? Ismingiz nima o'g'lim? Biloliddin. Biloliddin qoriding? Biloliddin qori. Qo'y barakalla. Necha yoshsiz? 12. 12 yosh. Ha, barakalla. Qur'ondan qancha yodladingiz? Hammasini. To'liq yodlab oldingizmi? Ha. Mashalloh. Mo'tabar yigit bo'libsiz-ku. Tillo yigit bo'libsiz. Siz oltin yigit bo'libsiz. Tirik Qur'on? Mashalloh. Xatmga o'tib bera olasizmi namozda? Ha, Ha, barakalla. Siz ismingiz nima o'g'lim? Muhammad Yahyo. Muhammad Yahyo qoriding? Muhammad Yahyo qori. Qo'y barakalla. Necha yoshsiz? 7. 7 yosh, mashalloh. Qur'ondan yodladingizmi o'g'lim? Qancha? Bir bor. Bir pora yodladingizmi? Allohu akbar. Hali maktabga chiqmadingiz-a? Endi chiqasiz. Maktabga chiqmasdan bir pora yodlab oldingiz. Mashalloh. Siz ismingiz kim o'g'lim? İsmim Abdülfattah. Abdul Fattoh qori. Shundaymi? Siz qancha yodladingiz? 25 para yatladım. Bu ukangizmi bu kishi? Ha. Qolib ketdingizmi ukangizdan? Ha. Qachon to'lov bo'ladi? Xudo xolasa bo'lib qoladi? Ha, böyle. Ha, barakalloh. Necha yoshsiz o'g'lim? 13 yaşım. 13 yosh, ha, barakalloh. Bir eshitaylik bo'lmasa qorijon. Qur'ondan qani bir qayerda o'qib berasiz, qani? Mulkda. Qani bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. Barakalloh. Qani qorijon, siz ham bir o'qib bering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله Qorijon, العظيم. siz Qur'on o'qishni ham bilasizmi yo eshitib yodladingizmi? Biladi. O'qibam yotilaman, eshitibam yotilaman. Ha, barakalloh, barakalloh. Barakalloh o'g'lim. Qani qorijon, siz ham bo'lmasa bir xatm sabr qilib bering siz o'g'lim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor zotingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalom hazratlariga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bergan ne'matlaringga shukronalarimizni qabul ayla. Parvardigor, iymon berding, Qur'onga muhabbatli qalbni berding. Mana hozir guvoh bo'lib turibmiz, mana shunaqangi bir tillo oltin yigitlar, Qur'oni Karimni to'liq yodlagan yigitlar mana xalqimizdan chiqyapti. Albatta bunday farzandlarni tarbiya qilgan otalari, onalari Alloh taolo bularni mukofotlasin. Darajotlari baland bo'lsin. Azizlar, bu qorilarimiz mana ikkita qorimiz 25 kun ichida 60 ta xatm qildilar. Ikkita mana shu o'g'ilchamiz 25 kunlik Ramazonda 60 ta xatm qildilar.
Alloh taolo shu qorijonlarimizni qilgan xatmlaridan hosil bo'lgan savoblar bilan avvalo payg'ambarimiz alayhissalom, o'tgan jamiki mo'min bandalar, yurtimizdan o'tgan ulug'lar, azizlar, barchalarimizdan o'tganlar, shu qorijonlarimizni ota avlod, ona avlodlaridan o'tganlarni barchalarini rahmat aylasin. Umrlariga, odobi taqvolariga barakot bersin. Yurtga, xalqqa, dinga peshvo bo'ladigan ulug' yigitlar bo'lsin. Munosib joyga kuyov bo'lsin. Ota-onasini sharafi, hurmati, izzatini ta'minlaydigan ulug' yigitlar bo'lishlarini Alloh nasib aylasin. Havas qildik, Alloh taolo bizlarni ham zurriyotlarimizdan shu qorijonlarimizga o'xshagan qorilarni Alloh nasib aylasin. Ota-onalarga ming rahmat. Suhrabjon, Rahmatjon, sizlarga ming rahmat. Mana shunday yaxshi farzand tarbiya qilibsizlar. Alloh taolo yomonliklardan asrasin. Murodim maqsadinglardan afzarini bersin. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.